Amerika maktabida so'nggi qo'ng'iroq qanaqa o'tadi? Hozir ko'rasizlar. Hamma bitiruvchilar boshida toj bilan zalning tashqarisida kutib turishdi va eshiklar ochilgani bilan zombiday ichkariga kirishni boshladi. Va buni hammasi ichkaridan mana bunaqa ko'rinadi va hammasi rostdan ham zombiday ketyapti. Bitta man takoy modelday ketyapman. Ay tigr, rosa kamerani qidirishga urindim va oxiri topdim. Prosta bu basharani qaranglar xursandligini. Va bu koronaning turishini qaranglar, xuddi o'zimga taxlanganday mos turishini va vanna qo'yadi. Hamma joylashib bo'lgandan keyin bayroqqa qarab gimn aytish uchun hamma o'rnidan qaytib turdi. Va maktabimizda salgina problema bilan tug'ilgan studentlar ham o'qiydi. O'shalardan hozir bittasini ko'rasizlar. Hey, John Michael. Are you happy to graduate? Shunaqa jinniliklar qilganimizdan keyin albatta jinniliklar tugagani yo'q. Endi bunisiga nima deysiz? Tamam böyle. Shunaqa jinniga o'xshab baqirganimizdan keyin har qanaqa futbolkalar o'tdi. Bizga bitta ham o'tgani yo'q, конечно, pastga o'tirganimiz uchun. Va undan keyin har xil sport komandalarining kapitanlari tantanaviy ravishda yo'lakchadan o'tdilar, hamma ko'rdi, молодец. Va undan keyin o'sha hamma taniydigan amerikanskiy cheerleaderlar chiqib o'ynamoqchi bo'ldi, lekin uyg'uni videoga olganim yo'q. Va undan ham keyin studentlar o'qituvchilar bilan har xil TikTok dance tayyorlagan ekan, hozir ko'ramiz. Короче, sizlarni bilmadim, mana shu Sigma Boy do'mboq o'qituvchi вообще внезапно deb bilan oxiriga закончить qildilar, вообще прям birinchi o'rin beraverardim mana shu. Va hammasi tugagandan keyin hamma zudlik bilan jo'nab qoldi. Video tugadi. Hammaga rahmat. Podpiska bosib qo'ying.